Diqqat, xabaringiz bor, taniqli futbolchi Abduqodir Husanovning nikoh to'yi bugun 27-may kuni O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Shaxsan Abduqodirning o'zi to'yiga tashrif buyurdi. Gvardiola Husanov haqida o'ylayotganligini matbuot anjumanida aytdi. Husanovning City'dagi kelajagi endi qanday bo'ladi? Bugungi videoroligimizda shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun kerakli xabarlar jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimizning rivojlanishi va unda har doim sport haqidagi xabarlar to'xtovsiz chiqishi uchun uning video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aziz do'stlar, like tugmachasini bosib qo'yish siz uchun bu 1 soniya vaqt xolos. Biz uchun esa katta motivatsiya. Marhamat, videoni tomosha qiling. Xabaringiz bor, Manchester City Angliya Premyer Ligasining so'nggi turida Fulham bilan kuch sinashib, Gundogan va Hollandning goli evaziga 2-0 hisobida muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu uchrashuvdan so'ng jurnalistlar jamoa bosh murabbiyi Josep Guardioladan Jack Grealish bilan bo'layotgan holat haqida so'rashdi. Ispaniyalik mutaxassis mazkur savolga javob berayotganida hamyurtimiz Abduqodir Husanov haqida ham qisqacha eslab o'tdi. Iltimos, mendan Jack haqida so'ramang. Kim aytdi meni undan mamnun emas deb? Men o'z so'zlarim bilan undan mamnun emasligimni aytdimmi? Nega siz mendan masalan Makayti haqida so'ramaysiz? Gap shaxsiy munosabatlarda emas, o'yinchilar bilan hech qanday muammolar yo'q. Rikolius men uchun eng sevimli o'yinchilarimdan biri. U ham asosiydan joy olmadi. James Makayti Aston Villaga qarshi o'ynadi va ajoyib natija ko'rsatdi. Wolverhamptonga qarshi boshqa o'yinlarda ham ajoyib o'ynadi, lekin bugun qaydnomaga ham kiritilmadi. O'tgan o'yinda 6 nafar o'yinchini tarkibdan chiqarishim kerak edi. Bugun esa 5 ta, chunki o'tgan o'yinda Kovic maydondan chetlashtirildi. Aks holda yana 6 o'yinchi kengaytirilgan tarkibdan joy olmas edi. Nazarimda Jack haqida o'ylaganimdek, Abduqodir Husanov, Vitesse, Makayti va Fulhamga qarshi o'yinda ishtirok etmagan barcha o'yinchilar haqida ham o'ylayapman, deya ta'rif berib o'tdi 54 yoshli mutaxassis. Eslatib o'tamiz, shaharliklarni 15-iyundan 13-iyulgacha davom etadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatlari kutib turibdi.